Bani Qaynuqa g'aziti. Rasululloh Madinaga qadam tashrif qilgandan keyinla Yahudilar bilan tuzgan kelishimnoma moddalarini biz oldingi boblarda tafsiliy bayon qilib o'tdik. Shuningdan beri Rasululloh bu kelishimnomadagi prinsiplarga boshdan oxir qat'iy amal qilib keldi. Musulmonlar tarafdan bu kelishimga xilof birmi g'ayri ahvol ko'rilmadi. Lekin o'z tarixini aldamchilik, xiyonatkorlik va o'z qo'li bilan tuzgan ahdi paymonlarga o'z ixtiyori bilan xiloflik qilish jinoyatlari bilan to'shqizib o'tgan bu yahudiylar uzun o'tmay eski taz kolasini qayta kiyib qopdi va ichgan sovuq suvlari osonla o'z aksini tortib, yana suiqasd, hiyla-mekr, ig'vogarchilik va qutratqulik yo'lini tutdi va musulmonlarning birlik sepiga buzg'unchilik selishga boshladi. Tövəndə onundan bir əməli misalni anlang. Yahudiylarning suiqasdlaridan əməli bir misal. İbn İshaq mundaq degan. Yahudiylardan Şas ibn Qays. U o'zining yashinib qolganiga bakmay, musulmonlarga qattiq o'chmanlik qiladigan va ularning muvaffaqiyatlarga chidamay ketgan qora niyat kafir edi. Rasulullohning sahobalaridan Aws, Xazraj qabilalaridan bo'lib bir bo'lik kishilarning bir yerga jam bo'lib, xotirjam, keng kushada paranglashib, ochiq yo'riq o'ltirishgan bir majlisdan o'tib qoldi. Bu holat uning ishini echtirdi. Chunki textunigilla o'zaro urushib, qirg'in qilishib yuradigan ikki qabila odamlari mana bugun islomga musharraf bo'lish bilan inoq ittifoq kayfiyatda xo'shal-xo'ram o'ltirmoqda edi. Bu zamindagi yerlik xalq arablar ittifoqlashib qopti. Bu bo'lmabdi. Azbiroyi Xudo, ular birlashib qoladi ekan, bizga bu yerda kun yo'q degan o'yga keldi-da, shuning bilan u yenidiki bir yahudi yigitni buyurib, "Sen ovularning majlisiga berib birdam o'ltirgin. Navbati kelganda gap qistirib, bu os fojiasi va uningdan ilgirki yig'iliq kunlarni eslab o'tgin va shuningga oid she'r ash'orlarni o'qib qo'ygin" dedi. Bu os Aws bilan Xazraj qabilasi o'ttirsida yuz bergan qirg'inchilik eng ko'p urush kuni edi. Elqi yigit berib uning deganida qiluvdi, kishilarning eg'izi ichilib ketdi. Birisi buni, birisi uni deb talash tortishga tushdi va u kunlarda kim kimlarni bak qirg'onligidan faxrlandi. Hatto eshib-teshib ikki tarafdan ikki odam maydonga chiqib, o'zangi so'qishtirib qattiq deyishib qoldi. Ularning zakonlashishlari taraqqiy qilib, oxiri birisi "Xohlasanglar uningga, ya'ni urushga biz tayyor" deb qo'ydi. Buning bilan har ikki taraf o'rinlaridan turib, g'azbini besisha olmay, "Zohirda ko'rishayli" deyishib, qurol-yaroq, qilish nayzillarini ko'tarib, u yerga otlandi. Zohir Madina sirtidagi bir toshliq soy edi va urush portlig'i tasliq qoldi. Uninggacha bu xabar Rasulullohga anglangan edi. Shunga u yenida bor bo'lgan muhojir va ansori sahobalarning hammasini agashtirib, ular sap tortib turishgan yerning ustiga yetib keldi va mundaq dedi: "Ey musulmonlar jamoasi, ey Xudo, ey Xudo, Alloh sizlarni islomga hidoyat qilgan va islom bilan hurmatlagan tursa, jaholiyatdagi ishlarni Alloh burun tugitib va eng muhimi sizlarni kufrdan xalos qilib, dillaringlarni islom nuri bilan yuritgan tursa, uning ustiga men texi oranglarda hayot tursam, mushundoq nadonlarcha janjanglashamsizlar" deb koyidi. Natijada ko'pchilik buning hammasi shaytonning ig'vogarchiligi va odimiy shayton dushmanlarning suiqasdi ekanligini tunib yetdi-da, pushaymon qilishib, ko'z yosh qilishdi. Va Aws, Xazraj ikki qabilalarning odamlari o'zaro quchoqlashib ko'rishib, afu so'rashdi. Ondan Rasululloh bilan dillarda qilcha g'am-g'udur qolmagan holatda qaytib kirishdi. Allah ularning dilidan Xudoning dushmani Şas ibn Qaysning suiqasd uchqunlarini o'chirib o'tgan edi. Mana bu Yahudiylarning musulmonlar orasiga amaliy selayotgan va selishga urinayotgan hamda islom davlati yo'llariga to'salg'u paydo qilish uchun elib berayotgan qutratqulik va ag'dirmachilik harakatlaridan amaliy bir misoldir. Ularning bu haqda xilma-xil chora tadbirlari bor edi. Ular yolg'on ta'tir tashviqotlarini tarqatdi. İmanı aciz musulmonlar diliga shak va gumon uruqlarini terish uchun atigini musulmon bo'lib, kechquruni yenib olatdi. Iqtisodiy muomalasi bor kishilar musulmon bo'lsa, uni har jihat qistaytdi.
Мәсәлән, өзінің болса, әті ақшымы сөйләп, аманны заманға бермей алатты. Оныңды болса, бәргілі ұнмай харам явалатты. Вә сән әждадыңның денедікі вақтыңда сенің бізді әқің бар еді. Әмма әмді сән өз дініңні ташлып әткенден кейін бізді бір нәрсәң yok, деп бағаны көрсетті. Yahudiylar mushu yo'lsizliklarning hammasini Rasululloh bilan imzolashgan kelishimga xilof holda Badr g'azitining oldi-keynida qilavergan edi. Rasululloh va sahoba kiromlar bularning hamon bir kuni hidoyat tepishiga umid bog'lab va Madina rayoniga muqimligi va tinchligini ko'zlab, tishini tishlab sabr qilib keldi. Bani Qaynuqa o'z putiga o'zi palti soldi. Lekin Yahudilar musulmonlarning Badr maydonida mutlaq ustunlik bilan g'alaba qilganligi va yiroq yaqin hammaning dilida musulmonlarning izzati, hurmati va sha'ni shavkati o'rin olganligini ko'rib, hasad o'tida ich bag'ri kuyib, kul bo'lib ketdi. Ularning o'chmanligi hassilab eshib, oshkor dushmanlashish maydoniga o'tdi va qalayimqonchilik tug'dirish va parokandichilik selishga urindi. Shaxslar ichida musulmonlarga Ka'b ibn Ashraf tafsiloti keyin keladi. Shaxslar ichida musulmonlarga Ka'b ibn Ashraf bo'ldi. Qabilalardan 3 toifa yahudilar ichida Bani Qaynuqa yahudilarining g'aljirligi eng yomon bo'ldi. Bani Qaynuqa yahudilari Madina ichida Qaynuqa mahallasida o'ltiraqlashgan bo'lib, ularning ko'p qismi zargarchilik, temirchilik va qochqucha, chaqchoq sanoati bilan shug'ullanadi. Va shu tufayli ularning har qandig'i yanida qilich, nayza, yochoq, dubulg'a savut va mis qalpoq degandek har xil qurollarni to'liq esib yuratdi. O'zirsiz jangga qatnasha oladigan muntazam lashkarlarning soni 700 dan oshadi. Ular Madina yahudilari ichida eng jasur, eng shijoatli qo'shinga ega qabila edi. Shunga ular yahudilar ichida ahdinomini tunji bo'lib buzib, o'z putiga o'zi palti solgan nakaslar bo'ldi. Allah Badrda musulmonlarni g'olib qilib, ularning inovat hurmatini yuqori ko'tarib edi. Bu yahudilarning asabiyligi texmo eshib, keng ko'lamda kuch kiritish va ig'vogarchilik harakatlari bilan shug'ullandi. Hadislar qalayimqonchilik va parokandichilik tug'dirib, yolg'iz mangan musulmonlarning oldini to'sib, masxara mazoq qilib bo'zak etdi. Musulmonlar ularning bozoriga savdo-setiq bilan kelib qolsa, ularga aziyat yetkazdi va chetga qoqdi. Hatto texmo chekidan eshib, musulmonlarning qiz-xotinlarga cheqilishga urindi. Ularning askiligi voyiga yetib, bu xil jinoyatlarga chidab turg'il bo'lmaganda, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularni yig'ib chiroyliqcha nasihat qildi. Tinch bo'lish va to'g'ri yo'lda mengishga chaqirdi. Ularni qarshilashish va dushmanlashishning yomon oqibatidan hazar aylatdi. Lekin bu yaxshi nasihatlar ularga aks ta'sir berib, ularning o't quyruqligini va mug'ambarligini oshiribdi. İmam Abu Davud ibn Abbas radıyallahu anhudan rivoyat qilgan bir hadisda mundoq deyiladi. Rasululloh Badr g'azotida Quraysh qo'shinini yengib zafar quchib qaytib kelgandan keyin Madina tavasidagi yahudiylarni Qaynuqa bozoriga yig'ib so'z qilib, "Ey yahudiylar jamoasi, musulmon bo'linglar. Quraysh doiralariga kelgan naslik sizlarga kelib qolmasin" degan edi. Ular Rasulullohning so'ziga javob qaytarib, "Ey Muhammad, sen Qurayshlardan jang qilishni bilmaydigan bir qancha loyg'azallarni o'ltirib, o'zingni cho'ng chaqlab ketmagin. Sen biz bilan urushib baqsang, ondan keyin bizning kim ekanligimizni va urush deganning nima ekanligini bilib qolasan. Sen texi bizdaklarga yo'liqib boqmading" deyishdi. Bu chaqda Alloh taolo, "Ey Muhammad, kofirlarga aytqinki, sizlar dunyoda mag'lub qilinsizlar va oxiratda jahannamga to'plansizlar. Jahannam nima degan yomon to'shak. Ey yahudilar jamoasi, Badrda jang uchun uchrashgan qo'shinda sizlar uchun ibrat bor. Biri Alloh yo'lida urushayotgan guruhdir, yana biri musulmonlar sonini o'zlaridek o'q-o'chiq ko'rgan kofirlar guruhidir. Ya'ni Alloh kofirlarga qo'rqinish selish bilan ularni urushdan qo'l yig'dirish uchun kofirlarga musulmonlarning sonini jiq ko'rsatdi. Allah xohlagan kishiga yordam berib qo'llaydi. Buningda haqiqatan aql egalari uchun ibrat bor.
Qur'oni Karim Sura Ali Imron 12-13 oyatlar. Yahudiylarning Rasulullohga qaytirgan bu javobining ma'nosi yomon bo'lsang maydonga chiqqin, urushimiz deb jang e'lon qilganlik bo'ladi. Lekin Rasululloh achchig'ini yutib sabr qildi. Musulmonlarmo sabr qildi va Allohning nimalarni o'rinlashtirganligini kutdi. Ammo Bani Qaynuqa yahudiylari bargan sari haddidan eshib, xo'riga o'sishga boshladi. Ular shuningdan uzun o'tmayla Madinada qalaymqonchilik va muqimsizlik tug'dirib, o'z putiga o'zlari palti selib, bo'yinlarga o'lim sirtmoqini o'z qo'li bilan osdi. Ibn Hisham Abu Avindan rivoyat qilib mundoq degan: Bir arab ayol Qaynuqa bozoriga ko'ktot va boshqa narsalarni elib kelib sotgan va zinnat bo'yim yostish uchun bir yahudi zargarning do'koniga kelib o'ltirgan. U yoqdan bu yoqdan 4-5 yahudi paydo bo'lib kelib, elqa ayolning yuzini echishga uringan. Ayol qattiq gap qilib, ularning dakkisini bergan. Oradan bir dam o'tgandan keyin zargar yahudi elqi birdamlik jimjitlikda musulmon ayolning bexud o'ltirgan holatidan foydalanib, uning kiyimining beshini do'konning bir qo'ziqiga bog'lab qo'ygan. Ayol buni to'ymay o'rnidan dast turganda, qo'ziq uning kiyimini elib qilib, u ayol qip yalang'och bo'lib qolgan. Uning uyatliq yeri ichilib qolgan. Shuning bilan ular kulishib, voliqi yerilib ketgan. U ayol izog'i chidamay to'lab dod faryod etgan. Buni ko'rgan bir musulmon yigit kelib, zargar yahudiyni o'ltirib qo'ygan. Shuning bilan mushu atrofdagi yahudiylar elqi musulmon yigitga hujum qilib, uni o'ltirib etgan. Shuning bilan elqi musulmonning oil tavobatlari musulmonlarni yordamga chaqirgan. Yahudi taraf yahudiylarni taqtirishga undigan. Natijada Bani Qaynuqa yahudilar bilan musulmonlar o'rtasida jiddiy to'qinish yuz bergan. Muhosira, taslim, ondan surgun. Sabr deganning cheki bo'ladi. Ish mushu yerga yetganda Rasulullohning sabr qochisi toshdi va amdiki sabrni o'limdan qo'rqqanlik va xo'rliqqa ma'qul bo'lganlik deb bildi. Shunga u Madinada o'z o'rnida Abu Lubaba ibn Abdul Munzirni qoldirib, Allohning qo'shinini boshlab Bani Qaynuqa yahudilarga hujum qo'zg'adi. Musulmonlarning ilmini Hamza ibn Abdul Muttalibga tutqizdi. Yahudiylar musulmonlarni ko'rib, darhol sepil qo'rg'onlarga kirib, mudofiada turib oldi. Muhosira 15 kun davomlashdi. Ular Hijriyaning 2-yili Shavvol oyining 15-kuni muhosirga elingan edi. Zulqa'daning yangi oyi ko'rilganga qadar cho'zildi. Oxir Alloh ularning diliga biror qavmni halok qilmoqchi bo'lganda va yoki mag'lubiyatga yuzlandirganda tashlaydigan qo'rqinchni soldi. Natijada ular o'zlarining hayoti, mol-mulki va xotin bola-chaqalari haqida Rasulullohning hukm chiqarishiga qoyil bo'ladigan bo'lishdi. Rasululloh buyruq tushirib, ularning hammasini bog'lab qurolsizlantirdi. Ish mushu yerga yetib, zo'ravonlik qora niyatlar o'z jazosini topay deganda, yanala munofiq Abdullah ibn Ubay ibn Salul o'zining munofiqlik rolini o'ynab, sahnada paydo bo'ldi. U Rasulullohdan ularni kechirim qilishni tilab, yolvorib turib oldi. U mundoq dedi: "Ey Muhammad, mening ittifoqdoshlarimga yaxshilik qilgin." Bani Qaynuqa yahudilari Madinadagi Xazraj qabilasidagilarning ittifoqdoshi edi. Rasululloh uning gapini anglamaslikka soldi. Abdullah ibn Ubay yuqorqi so'zini qayta takrorlab Rasulullohning ko'ziga kirib oldi. Rasululloh yanala uning gapiga quloq solmay, o'zining ishi bilan bo'lgan edi. U Rasulullohning savutining tutqichidan tutib olib, uni mang'ila qo'ymadi. Rasululloh uningga "Meni qo'yib etgin" dedi va qattiq g'azabi keldi. Hatto atrofda turganlarmo buni sezdi. Rasululloh uningga yana bir qatim "Ey, sening bu qiliqingni meni qo'yib et" degan edi, lekin bu qilin munofiq qilchi bo'shashmasdan "Yo'q, azbiroyi Xudo, men seni mening ashu ittifoqdoshlarimga kengchilik qilmoqchi qo'yib etmayman. 400 dak yordamchi qo'shin, 300 dak jangovar qo'shinni biroqli qirib tashlamoqchimisan? Ular meni oq va qorilarning hujumidan saqlab kelgan. Men jahonning ta'tir aylanishidan qo'rqaman" deb turib oldi. Qorilar degani arab, ajam demakchi.
Shunga Rasululloh musulmon bo'ldim deb yurgili texi to'liq 2 oy bo'lmagan bu munofiqning yuzini ayab, ularning hayotini shuningga iltifot qilibdi va ularni Madinadan chiqib ketishni, ikkinchi Madinada ko'zga chiliqmaslikni buyurdi. Shuning bilan ular Sham, ya'ni Suriyaning Azruat degan yeriga chiqib ketishdi. Lekin uzoq o'tmay ularning mutlaq ko'p qismi o'lib ketdi. Rasululloh ularning mol-mulk, qurol-yaroqlarini yig'ib oldi va uningdan o'ziga 3 dona o'qya, 2 savut, 3 qilich va 3 dona nayza elib qoldi. G'animatlarni qo'shin ichida taqsim qilib bo'lib berdi. G'animatlarni jug'lash va tizimga elish ishlariga Muhammad ibn Maslama mas'ul bo'lgan edi. Da'vat yo'li to'silganda kafirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh. Ushbu yo'lda qini aqqan tuproqlarga jafo chekkan bu din uchun